Men Ashirov Bahram, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidan keldim. Yoshim nasib bo'lsa sentyabrda 60 kiraman. Meni shikoyatim o'tim ishlamas edi. Men o'zim ham bilyapman. Keyin ovqat hazm qilmas edi. Keyin bir 3 soat, 4 soat o'tgandan keyin, ovqat yeganimdan keyin hazm qilolmasdan boshimga bosim berar edi. O'zimni yomon his qilar edim. Birovni gapi yoqmasdi. Nevrozdek bo'lib qolgan edim. Ko'pga qo'shilmasdim, uydan chiqmas edim. Ko'p suv ichmas edim. Qo'lim ko'tarilmas edi, mana shundan baland, chap qo'lim. Bo'yinlarim burilmas edi. Og'rir edi mana bu ikki qismi. Qopqoqlarim, belim og'rir edi. Основной shular. Shikoyat qilsam juda ko'p shikoyatimda. Butun respublika bo'yicha davolandim, lekin foyda ko'rmadim. Meni kelganimga bugun 8-kun, xudo xolasa. 8 kunda qanday o'zgarishlar his Men qildingiz? mutlaqo orada kasallangandan keyin men o'zimni yo'qotib qo'ygan edim. Avvalgi o'zim emas edim. Xudoga shukr o'zimni topdim. Qisman o'zim topdim. Yaxshiman. Ovqatlarni yeyapman 3 mahalam. 3 mahalam ovqatlarni yeyapman. Ovqat hazm bo'lyapti. Qo'llarim mani ko'tarilib qoldi. To'liq. Belda og'rish yo'q. Kekirish kamaygan. Avval to'xtamasdan kekirib turardim. Butun ichki shifokor men o'zim o'ylashim bo'yicha ishlab ketdi. Chunki aytayapman, men kelgandan mutlaqo boshqa odamga aylandim. Avvalgi o'zimga 100% bo'lmasa-da 80% dan ziyod keldim. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar a'lo. Avval aytayapman, tushkunlikda edim. Men kasal bo'lib qoldim, men tuzalamanmi, yo'qmi deb, masalan 24 soatda bir 20 soatida shuni o'ylardim. Mana xudoga shukr, nastroyeniya yaxshi, energiya qaytib kelgan. Avval ko'p yurmas edim. Hozir kun uzog'i progrulka. 5 kilometr bo'lib ketyaptimi? 4 kilometrmi? Yurib turibman. Xudoga shukr. Men asnoviy mana shunday kuchliroq kasal bo'lib qolganimga 1,5 yil bo'ldi. Oshdi ozroqgina. O'zi asnoviy organizm отказ qilganiga 6 yillar bo'ldi. Hazm qilmay, mana shunday allohol ichib, jo'ga mana zarda ko'tarilgan paytlari nima deydi, mana amez, mana shunaqa tabletkalar ichib ishlab yurardimda. Mana 1,5 yildan keyin unda davolanmaganman avval. 1,5 yildan buyog'i bormagan joyim qolmagan, gapni ochig'i. Toshkentga 3 marta borib keldim. Endi adresini ham aytsam, Yo'q, shart emas. qo'rqmasdan aytsam bo'ladi-yu, lekin shart emas. Qamashiga davolanganman o'zimizga. Sharsabz borganman. Kitobga borib apparatlarga tushganman. Men kasalligimni aytsam, ular men tushunmasmidi yo boshqamidi, men keyin organizmim shamollab ham ketgan ekanda, juda kuchli shamollab ketgan ekan. Men hozir grilka qo'ysam terlab ketyapman. Avval terlamas edim. Oyog'im yaxlar edi, goh qizib ketar edi. Hozir stabilni bir xil, ko'rpada uxlayapman. Uyqum juda yaxshi, uyqum juda saragida avval. Uyg'onaverardim, yarim soatda ham, 1 soatda ham, 4 dan keyin uxlamas edim. Xudoga shukr, hozir uyg'otmasa 7-8 gacha uxlab beraman. Kasallangandan keyin davolanishimga ketgan Toshkentda 3 marta, o'zimizda Sharsabz, apparatdan tashqari dori-darmon ketgan, analizlardan tashqari 1 tonna pulim ketgan, 1 tonna. Endi masalan sodda qilib, normalni qilib aytsam, bir $3,000 dan ziyod pulim ketgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hisoblamaganman, yozmaganman. Yoqmas edi, nastroyeniam bo'lmas edi u payt. Xudoga shukr, men bu yerga keldim, masalan shu payt bilmaganman-da, afsuski. Bu kishini bilganimga 5 oy bo'ldi. 5 oy.
Ha, bilganimda masalan men shunchagina arzimagan pulga tuzalib ketar ekanman. Arzimagan. 10dan biriga deymizmi endi tuzalib ketar ekanman. Men bu yerda absolutni kapelnitsa, shprits unaqa narsa yo'q. Kimyoviy narsalar yo'q. Men ozroq tushunaman bunday narsaga. Giyohli kapsulalar va massaj vrachlar kontrol qilib turadi. Doktorlari juda yaxshi. Mingdan ming rahmat doktorlarga. Dunyo turguncha tursin. Men juda xursandman. Mingdan ming roziman. Menga o'xshab qiynalib yurganlarga kelishni tavsiya qilaman. Hech qiynalib yurishga bir 4 million, 5 million yoki 6 million pulni anavisiga qiynalib yurish shart emas ekan. Kasallandingizmi keling 10 kunda yaxshi bo'lasiz. Ayniqsa boshlangan bo'lsa, bizlarga o'xshab xronist qilib qo'ygan bo'lmasa, osongina qutuladi. Allohimning rahmdilligini yana bir marta isbotini bildim. Sababi bizga o'xshagan bemorlarga rahmi kelganidan doktor Shermatovga o'xshagan, mana shu yerda doktorga o'xshaganlarni yaratgan ekan. Men shunga amin bo'ldim yana bir marta. Men doktorlardan mingdan ming roziman, kelishni tavsiya qilaman. Bu reklama emas, absolutno men tanimayman bu kishilarni. Shu yerga kelishdan ko'rdim. Xudo xolasa yana bir kelaman. Mendagi kasallik bir 10 kunda tuzalib ketadigan emas. Men o'zim yaxshi tushunaman. Men juda zo'rman, yana qayta davolanaman. Shu organizmda shu kasallikni 100% yo'qotguncha kurashaman. Xudo xolasa. Non yemayapman, parhezli ovqat 5 oydan beri nonsiz yashasa bo'lar ekan. Eng muhimi, u yolg'on. U nonsiz yiqilib qoladi, go'shtsiz yiqilib qoladi degan narsalar yolg'on. Xamirli narsalar yemayman, absolutno. Bundan buyon 90 kuni yana yemayman. Xudo xolasa.